Dasturimiz davom etadi. Sana munosabati bilan viloyatdagi ta'lim muassasalari, korxona va tashkilotlarda xotira kechalari, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Inson bor ekan, xotira muqaddas. Hech kim hech narsa yoddan chiqmaydi. Ushbu ramziy sana bugungi tinch xotirjam zamonni qadriga yetish, asrab avaylashga undaydi. Xalq jamiyatga, vatanga munosib hissa qo'shgan hech bir kishini xotirasidan forig' qilmaydi. Sababi xotira kechagi o'tmishni, ajdodlar o'gitini, milliy merosimizni anglatib turuvchi muqaddas kitob zarvaraqlaridek hayotimizni yoritib turadi. Qadr insonni yuksaklikka ko'taradi, uning faoliyatiga, orzu intilishlariga, maqsad muddaolariga oliyjanoblik baxshlaydi. Viloyat sudida sana munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda ayni jihatlar o'z ifodasini topdi. Tadbirda O'zbekiston Sudyalar assotsiatsiyasi raisi, bir guruh mehmonlar va sud faxriylari ishtirok etdi. So'z olganlar tomonidan so'nggi yillarda sud tizimida amalga oshirilgan islohotlar, ularning fuqarolar huquq va manfaatlarini himoya qilishdagi ahamiyati, qonun ustuvorligi yo'lida tizimda faoliyat yuritayotgan ibratli sudyalar faoliyati to'g'risida ma'lumot berildi. Faxriy sudyalar o'z xotiralari haqida yosh soha vakillariga so'zlab, bosib o'tilgan sinovli kunlar va mana shunday jarayonlarda qonun ustuvorligi yo'lida amalga oshirilgan ishlar haqida hikoya qildilar. Video konferens aloqa orqali tadbir ishtirokchilari bilan muloqot o'rnatildi. Shuningdek, tadbir davomida ilk marotaba yaratilgan Buxoro viloyati sudi tarixiga bag'ishlangan Kuch adolatda Buxoro sudlari o'tmishda va bugun nomli kitob albomining taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Muallif O'zbekiston tarixchilar jamiyati Buxoro viloyati bo'limi raisi, dotsent Azalshoh Hamroyev kitob taqdimotini o'tkazdi. Ta'kidlanganidek, mazkur kitob 3000 yillik O'zbekiston davlatchiligi tarixida Buxoro vohasining tutgan o'rni, unda sud huquq tizimining rivoji xususida so'z boradi. Kitob albom bu birinchi marta sudlar tarixiga bag'ishlab chop etildi. Kitob 3000 yillik tarixga ega bo'lgan O'zbekiston davlatchiligi tarixida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan Buxoro davlatchiligi tarixi va uning sud huquq tizimi bilan bog'liq bo'lgan taraqqiyotiga oid bo'lgan barcha tarixiy hujjatlar, manbalar o'rganilgan holda kitobning mana biz hozir taqdimotini o'tkazdik. Kitobimiz mana hozir yig'ilganlar va soha vakillari tomonidan juda katta olqishlar bilan qabul qilib oldilar. Shuningdek, kitob muallifi Azalshoh Hamroyev hamda kitob muharriri Zarmet universiteti katta o'qituvchisi Mavluda Rahmonovalarning mehnatlari munosib e'tirof etilib, esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Hamda tadbirda yig'ilgan barcha sud faxriylari, hozirda hayot bo'lmagan faxriylarning yaqinlariga mazkur kitoblar sovg'a sifatida taqdim etildi.